Assalomu alaykum, hurmatli Faol hayot kanali a'zolari. Bugun kanalimizda yangi video. Ya'ni bugun 2026-yil pichan mavsumiga start beramiz. Ya'ni Xisariya qishlog'i Zarshoh tog'i etaklarida bunaqa bog'imiz bor, shu yerimiz bor. Hali yosh bog' juda ham bu. Mana shu joyda yangi ko'chatlar ekilgan. Shponka ko'chatlari ekilgan. Mana Xudo xohlasa bu yerda yog'ingarchilik, suv bemalol bo'lganligi uchun bu yil pichan juda ham qalin bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu misol uchun shpaler bo'ladigan bo'lsa 1,5 metr balandlikda. Qiyoslash uchun javdar o'ti qanchalik darajada o'sgan shpaler bilan teng. Bu degani 1,5 metrgacha o'sgan ayrim joylari, suvli joylari shunaqa. Demak, Allohga ming shukr, bu yil juda serhosil, sersuv yil bo'ladiganga o'xshabdi. Oddiy o'tdan bilsak ham bo'ladi. O'zimizning sevimli Nivada, legendada kelganmiz. Xudo xohlasa bu yerda pichan mavsumiga start beramiz. Mana bu tomonlar Kumushkon tog'lari. Biz Xisarakning Zarshoh tog'ida turibmiz. Xisariya qishlog'ining Zarshoh tog'i etaklarida turibmiz. Xudo xohlasa bu yerda oldingi videolarda ham aytib o'tganmiz. Chiroyli bog' tashkil qilamiz, Xudo xohlasa. Bizani kuzatib boringlar. Hammaga yoqimli tomosha.